Bugün 2025-7 may günü navbatdagi Agrobankimiz tadbirkorlarini uchrashuv o'tkazamiz. Uchrashuvdan maqsad bankimiz kredit mahsulotlari va sizlarga aniq bo'lmagan yoki qiynayotgan savollar shularga javob berishga harakat qilamiz. Jismoniy shaxslar kreditlar bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak, jismoniy shaxslar, yuridik shaxslarga kredit mahsulotlarimiz bor. Jismoniy shaxslarga biznesga ko'mak 17 million so'mgacha va mahalla loyihasi 50 million so'mgacha kredit mahsulotlarimiz bor. Bu 17 million kredit foizi 25%ga bir imtiyozlar bilan deyishilgan. Mahalla loyihasi 50 million so'mgacha bir imtiyozlar bilan kafillik asosida ajratiladi.